La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Aşhadu la ilahe illallah. Ve aşhadu enne Muhammed abduhu ve rasuluhu. Assalamu alaykum o'zbek xalqi, o'rta Osiyo musulmonlari. Imom Mahdi bo'g'ingiz men bo'lamanu. Keyin Dobbatul Arz degan chiqargan Hazrat Alidan kelgan hadisda soqoli qavldan soqoli uzun odam bo'ladi deganlar. Soqol bu yerda g'am taqvo ma'nosini beradi. Quyosh Mahdidan chiqishi va nimada Dobbatul Arz, Quyosh Mahdidan chiqishi bu g'arb mamlakatlari islomga kirish kerak. Ya'ni Rossiya, Yevropa, Amerika. Meni maqsadim shularni kirish, butun dunyoni islomga kirdirish va yer yuzidan Alloh man qilgan, harom qilgan narsalar orasiga narkotik, fohisha, kazino, qimorbozlik, ribo prosentlarda, keyin har xil o'yinlar, kazinolarni Alloh man qilgan narsalardan yo'qotish. Shularni keyin mana bu Isa alayhissalom ikkinchi kelishi deydi. Yani Zuhruf olmuş birinchi oyatki Imom Mahdi ikkovi bitta deydi, go'ysa har xil deydi-ku, bularning bittasini ochib ham bera olmaydi. Kuntalachalaring hech qaysi ochib ham bera olmaydi. Vala qilaveradi, fuqaroga bo'linib. Hisobmasa 70 ta fuqaro bo'linib bo'ldi. Endi bitta mansanlarga bitta pozitsiyani aytmoqchiman-da. Bu Abror Kuntan aytibdi-ki, bu 16 alhamdulillah deb qo'ygan, o'zbek qo'ygan Kunta akkauntlarni onasini eshak sikkanlarga bitta men короче atvet qilmoqchiman. 16 kirdi. Men Qutloboda 25-15 yoshliklarmi, bular gandonlar boda shunaqalarga men xo'rlanganlarni yangi nima qiladi, Imom Mahdi kelib xo'rlanganlarga yordam beradi deylar. Men xo'rlanganlarga yordam bermoqchiman. Bu kuntalar o'zi oqlab olyapti-da, nima qilyapti? 60%, 80% demokratik davlatga yashab yuribmiz musulmonlar. Buni endi demokratik, islomiy davlat, xalifalik davlat qiladi bo'ladimi deganga, buni siz 10% ga tushirib qo'ysangiz, aka uzr bo'lmadi desangiz, endi qanaqasi bo'ladi? Sen Abu Bakr emassan, Siddiq, u demokrat edi. Bu kunta aytibdi-ki, Abu Bakr Siddiq demokrat bo'lganlar deydi. Ona eshitasiz-ku, demokrat ya'ni bu dajjol tuzum. Yelkasida tog'ning non bo'ladi deylar. Non bu oylik yoki boylik hozir o'rta Osiyo musulmonlari Amerika, Yevropaga ishga borishyapti. Nima uchun borishyapti? Chunki g'arb mamlakatlar ular Rossiyalaring Moskvadan g'arbga turibdi. O'sha g'arb mamlakatlar islomga kirish kerak, Rum islomga kirish kerak. Itdan bo'lgan, eshakdan bo'lgan, suka, gandon. Sen aytibsan 60-70% musulmon turib normal yashayapmiz deyapsan, uni 10% ga o'tkazib tushirib xavfi unaqa demak islomiy tuzum xalifa davlat kerak yo'q deyapsan, gandon. Men senga bitta aytamanki, 10% ham emas, hattoki bitta dona musulmon qolganicha bu tuzumga qarshi turish kerak. Qo'ling bilan, tiling bilan qavog'ingni solib turishing kerak. Ona shayskir ko'tlar, kuntalar, gandonlar og'zingga haromidan bo'lgan sukalar, haromzodalar. Men nimani aytaman, nimani oqlamoqchiman? Mayli, men ham bitta din yarataman. Bu Abror Kunta din yaratdimi? Men ham senlarga bitta mazhab yaratib beraman. Inshaalloh qanaqa mazhab desang, mana bu omla paydo bo'lgan, mana tilla uzuk, tilla halqalari toqib olgan omchalar paydo bo'lgan. Bu yerdan u yerga sikishtirib, kimi puli ko'p bo'lsa o'shan tagiga yurayotgan. Bugun Dubayga, 7 Ubayga, endi hajga omini tozalab, 7 Misrga, Qisrga sukalar qaysini puling bo'lsa Rossiyalarga itda xor bo'lib toyib kelasan, bu necha yillarga bir mashina yo bir joyini qilasan, o'lib tirilib utavunayni boqaman deb, bu o'nayni shukurlar nima qiladi? Pul muling bo'lmasa utavunanga qaraysan yo kasal utanga qarasang, darrov telefondan mana Skype mukaffalar kirib, gandon TikToklar kirib o'ziga bitta o'ynosh topib oladi. Yangi biror xotinga qaraytiyonlar, biror xotinni nima qilayotganlarni bor-ku, onasini sikib og'ziga sikamiz. Yangi ikkinchi yerga tiqqan kelinchaklarni olib chiqib podvalga sikib omini ayirib nima qilib olamiz? Bo'ynimizga omdan yangi nima deydi? Burni omidan omad yurishadi deydi. Anaqa 10 ta 20 ta, chunki Nobel degani eng kuchli Nobelni yaratasan, yangi tinchlik uchun, oilalarni mustahkam qilish uchun men Nobel olmoqchiman. Nobel degani bel emas, beldan pasti degan ayollar uchun, erkaklarga Nobel, erkaklar uchun ayollar Nobel bo'ladi. Inshaalloh mana shuning uchun kurashamiz. Nima bu onayni ko'tiga siskaylar desang, darrov bana bir chiroyli xotining bormi, kambag'alroqmisan, yeplay olmayapsanmi? Xotiningga gap otadi, Rossiya kelsan xotining tortib oladi-da. Bu onayni shayskir boylar kambag'allarga hujum qiladi. Kambag'allar omsikmasligi kerakmi? Bular boku kambag'alsan karislarga tegib soldiryapti, pot yaqilda Dubayga soldiryapti, omini qimmat narxga. Shunaqa qonun yaratamiz, bu onayni
xotinim uchun mana qaynog'alar urganmiz, qaynog'alarning qizini siskamiz, onasini siskamiz, to'g'ri kelmaydi. Ona endi aziz qizini siskamiz, o'zini og'ziga siskamiz. Qaynatalarni yangi pul berib, qancha 20-30 million, 50 million berib, sen taxlab xotin qilib olgansan, qizini tortib olibdi, sen uni o'ynatib yurgan, qizini ayirib olibdimi? Onasi siskamiz, qaynatalarni siskamiz. Bunaqa qaynatalarni sikmasak, bunaqa qaynog'alarni sikmasak, og'ziga qizini tortib olib xotin qilmasak, qo'liga hijob kiyib, qo'liga tilla uzuk toqqanlarni sikamiz. Bitta internetga chiqqan fohishalarni, hijob kiyib chiqqan fohishalarni sikamiz. Omini ayirib bo'yinga to'qib olamiz. Nimaga desang, mana shunaqa qilib dunyo ratib beraman senlarga. Mana shunaqa qilmasam, xo'rlanganlar dirash qilib yuraversanlar, menga o'xshab ojizlar dirash qilib qo'tog'ingni qavartirguncha buni sikaylarni og'ziga siqib qamatish kerak. Qaylash kerak, og'ziga sikib qaynog'alarni. Buni shayskir mana Aleksandr Makedonskiyan kunta onasini siskaydan degan video qo'yibdi. Yangi uchastkovoydi xonasiga alamin to'lataman deb kunta bir omiga pistol tagiga turib soldiryapti. Buni endi ko'taga siskay xalq ushlab bergan ekan. Ona endi ko'taga siskay Aleksandr Makedonskiy degan bloger kuntalar ko'payib ketdi. Fohishalar ko'payib ketdi. Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, pardani deganlar, yani Fatima deganlar, yechib olmasang, yangi ilonni bo'yningga yechib olmasang, bo'lmasa zar parda o'rab qo'yganga o'ylarga. Shuni bormayman deganlar, kirmay turganlar, yana bitta azizga yangi bo'yningni ilonni olib taylamasang, o'zim bilan gaplashmayman, qaytib ketganlar hali. Bu ishlardan bo'lgan kumush uzuk bo'ladimi, tilla uzuk bo'lib ushlaganni siskasan, erkakmi, xotinmi, omini o'zi olasan, bo'ynini kesib taylasan, onangni ko'taga siskaylar, shunaqa dunyo yaratamiz. Turkni og'ziga siskamiz, bu onangni ko'taga siskay. Ateistlarni ham og'ziga siskamiz, dinni ana shuna qilib taylaymiz. 80 ta emas, 80 mingta firqa qilamiz. To bo'ysunmagunicha, to bayat olmaguncha onayni siskaylardi. Amir taylayman, millionlarga amir taylayman, oxirgi musulmongacha amir qilib taylayman. Qirilib ketganingcha kurashasan, g'arb islomga kirish kerak. Yangi Galiboy kuntalay, Abror kuntang nima uchun kuntadi, yana aytaman, takrorlayman. Abrorni kunta degan isbotning alhamdulillah onayni ko'taga siskay, alhamdulillah Allohning nomini qo'ygan kunta onayni ko'taga siskaysan, demokratni yonida olgan o'z kunta og'zingga siskay. Holbuki men O'zbekistonni yuqori qilib turaman, birinchi raqam dunyoga chiqarib turaman. Imom Mahding man deb turaman. Isoning ikkinchi kelishi oxirgi ko'rsataman, ko'tingga sikib qo'yaman. Suqqalar mana bu yerga yashash islom bilan bo'ladi deb turaman. Holbuki onayni ko'taga siskaylar. U kuntang nima qilyapti? Erkak masalan islomiy bo'lsa, islomni to'laligicha olganim deganing, islomni to'laligicha olish kerak. Har bir qarshi yer masjid deyapti. Islomni oliy qilish kerak. Qilishni soyasidadir nima deganlar? Jannat degan hadis bor. Yana nima degan? To qiyomatgacha deyilgan. Turasan, oxirgi 1% emas, bir dona musulmonga qarasan. Mingta, 100 mingta, millionta amir tayinlayman. Qaysing Allohdan qo'rqamsang tayinlayveraman. Oxirgi musulmon qolgancha taylayman. Mana shunaqa kunta fiqqalarga qarshi kurashaman. Birinchi musulmonni qonun to'kadi, halollaymiz. Ha, musulmonni to'g'irlash kerak, jamoatga olib kelish kerak. Mana shu jamoatga olib kelish uchun ham sukalar bor, mahdi bor. Yangi joyga nima qilib sola-sol qilmaydi endi. Mana shu yerdan turib qo'tog'imni cho'zaman, ko'tingga og'zingga siskaman, onangni ko'tiga siskay. Abror muxtonga qo'shib, hammani og'zingga siskaman. Turk sani ham suka, Makedon shakadoningga qo'yib kuntalar, sukalar bilyat.